Rinat akam ikkalamiz xudo xolisa o'rgatamiz. Nima deyapsiz? Некоторые звонят, говорят, это гарантия дает, что у меня за месяц обучится. Ага. Как я могу незнакомому человеку гарантию давать? Ko'pchilik telefon qilib garantiya berasizmi? 1 oyda meni svarchi qilishga. Sizlar telefon qilib o'tirsanglar, o'zinglarni o'rganishga jilaninglar bo'lmasa, biz hech qanaqa garantiya bera olmaymiz jigarlar. Astoydil. Alloh qalbingizga solgan bo'lsa, harakat qilsanglar, inshaalloh bizning maqsadimiz 1 oy ichida argonchik chiqarish, to'g'rimi, Rinat aka? Qo'lingizdan keladi. Mana sizni ham bir misol uchun 1 yil ishlaganingiz, Rossiyada ishlagansiz, katta joylarda ishlagansiz, to'g'rimi? Optik katta sizni ham. Elektrosvarkada ham, argonniy svarkada ham. Qaysi svarka turini tavsiya qilasiz? Argonniy svarkami, elektrosvarkami? Pul topaman deganlarga. Конечно, аргоновая сварка сейчас ценится больше всего. И по деньгам, и по качеству. O'zbekistonda ham ish ko'p argonchilik, ishini bilaman deganlarga, to'g'rimi? Конечно. Ana ko'rdinglarmi? Bu meni gapim emas, spesialist. Agar faqat o'zim gapirganda aytsanglar bo'ladi. Mana spesialist ishi ko'rsanglar bo'ladi. Mana ko'rasizlarmi? Balolarni tangalari ham bunaqa chiroyli chiqmagan deganlar. Ko'rasizlarmi? Xudo xolasa, Xudo nasib qilsa, o'quvchilarimizni zo'r svarchi qilamiz, chiqaramiz 1 oyda. Inshaalloh, Xudo xolasa. Joninglar sog' bo'lsin. Sizlar bilan svarchik nomeradim bo'ldi va Rinat akamiz. Xudo xolasa o'quv kurslarimizda sizlarni kutib qolamiz. 3 fevraldan o'quv kurslarimiz boshlanadi inshaalloh. Joninglar sog' bo'lsin.